O'zbekistonni qonunini o'ylab chiqaradigan odamlarni yo oyligi shu darajada ko'p, yurtboshimiz ko'p oylik beryapti bu qonunni joriy qiladigan insonlarga, yoki haydovchilar уже bir qanday desam, bir odam sifatida ko'rilmayapti-da. Chunki haydovchilarni oladigan maoshi hozirgi joriy qilingan jarimalarni qoplamayapti-da. Уже bir narushina qilib qo'ysak, endi xatosiz beayb parvardigor deydi. Xatosiz inson bo'lmasa kerak. Bitta xato qilib qo'ysak, rahbarlarimizdan kirib avans olib, keyingi oyda oyligini ham olib, shu jarimani to'layapmiz-da hozir. Jarimalar shu darajada qimmat bo'lib ketdi-da, bu bilmadim bu ketishda nima bo'ladi, qanday bo'ladi. Lekin beayb parvardigor. O'zbekiston молодец, olg'a, qonunni yarating, zo'r qiling. Kambag'alni urma, so'kma, kiyimini yirt deychi otam rahmatlik. Shu davrga keldikmi deyman-da.